Voy, Farazdan qaranglar kattaligini. Do'stlar, sizlarga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Equinox mashinasini olib qo'yganmiz. Xullas, mashinamiz LT 3 pozitsiyasi, ya'niki 21 full pozitsiya deyiladi. Bu pozitsiyasi avtomatik коробка bo'ladi. Ko'rganlaringdek holati sveж bo'lib turibdi. Probega keladigan bo'lsak, 116 ming kilometr yurgan. Kraskasi toza. Bosib olsangiz bo'laveradi sizga, xullas yarashadi. Mashinaning bitta qulaylik bor ekan. Xullas, orqasi karabil bo'lar ekan. Mashinamizga ko'rishingiz mumkin. Tapan va benzin yuradi. Orqasi ham bemalol budjetli bo'ladi. Oilani o'z orqasiga to'ldirib olib, xullas ketaverasiz do'stlar. Like bosganingiz yo'qmi hali ham? Like bosib qo'ying, siz yoqda xolasa, puli ham arzon bo'ladi. Saloniga bitta ahamiyat berib o'tasiz. Jigar, xullas mashinani ruligacha qiziydi. Abduf, abagrev hamma yo'g'i bor. Ko'rganingizda, sveji, kojinli holatda. Xullas mashinamizda xullas polni udobstvasi bo'ladi. Luklarigacha panorama katta luk bo'ladi. Xullas olib minib oladigan joyi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 25.500 dollardan o'tib beramiz. Men o'zim e'lonlar ko'ryapman. Shunaqa yillar chiqqan yangi modelligini hammasini 30 ming, 32 ming dollar ham deyapti. Shuni biz analiz qilgan holatda sizlarga 25.500 dollardan o'tib beradigan bo'ldik.